Endi ikkinchi mavzuyimiz dissotsiyalanish konstantasi. Biz buni K-dis deb belgilab olamiz. Ya'ni dissotsiyalanish konstantasi. Dissotsiyalanish konstantasi nima? Bunga sal chuqurroq to'xtalishimiz kerak. Dissotsiyalanish konstantasini hisoblash uchun nima qilinadi? Xo'p, biz misol olib olaylik. Misol yozib olaylik. Aytaylik, 1 molarli ftarid kislota eritmasining dissotsiyalanish darajasi, ya'ni alfa 20% ga teng bo'lsa, dissotsiyalanish konstantasini toping degan savol berilsin. Shu misol orqali tushunamiz, tushuntirishga harakat qilamiz. Formula aynan qaydan kelib chiqyapti, bu narsalarni tushuntiramiz va tayyorlagan testimizda dissotsiyalanish konstantasiga oid savollar bor. Xil deb tayyorlaganmiz. Bittadan xilini ishlab beramiz. Qolganlarini ishlab mustahkamlab qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p. Birinchi holat. Qoidasi bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak. Vodorod ftarid ionlarga ajralsa, hosil bo'ladi vodorod kationi bilan ftarid anioni hosil bo'ladi. Xuddi muvozanat sistemasiga singari sistema qilib hisoblab tushuntiramiz. Boshlang'ich, dissotsiyalangan va qolgan deb olaman. Vodorod ftarid dissotsiyalanmasdan oldin, ya'ni boshlang'ich holatda bular o'z-o'zidan 0 bo'ladi. Vodorod ftaridning boshlang'ich konsentratsiyasi 1 molarli. Molar konsentratsiyasi 1. Dissotsiyalanish darajasi necha foiz? 20%. Demak, hisoblab olamiz. Bu yerga yozaman. 1 molarli ise 100% bo'lsa, kislotani 20% qanchaga to'g'ri keladi? Ya'ni biz bundan oldin gaplashgan mavzuyimizdagi holat bo'yicha proporsiya qo'yib, dissotsiyalangan kislotani konsentratsiyasini hisoblayapmiz. 20% o'z-o'zidan 0,2 molarga to'g'ri keladi. 0,2 molarli bu kislotani dissotsiyalangan konsentratsiyasi. Demak, kislotani dissotsiyalangan konsentratsiyasi 0,2 molarli. Xo'p, endi hisoblaymiz. 0,2 molarli bo'lsa, vodorod ionlari ham 0,2 molarli hosil bo'ladi. Ftor ionlari ham 0,2 molarli hosil bo'ladi. Demak, bu yerda oxirgi qolgan aralashmada, ya'ni eritmada vodorod ionlarining konsentratsiyasi 0,2, ftor ionlarining konsentratsiyasi 0,2, kislotaning qolgan konsentratsiyasi 0,8 molarli bo'ladi. Xo'p, endi dissotsiyalanish konstantasini topishimiz kerak bo'lsa nima qilamiz? Xo'p, muvozanat konstantasini topish bilsak, buni tushunish osonroq bo'ladi. Muvozanat konstantasini topish uchun hosil bo'lgan moddalarda konsentratsiyalar ko'paytmasini boshlang'ich moddada konsentratsiyalar ko'paytmasiga bo'lamiz degan holat bor. Formulasi shunga o'xshab ketadi, faqat sal farqi bor. Qanaqa bo'ladi? Formula. Biz hosil bo'lgan ionlarda konsentratsiyalar ko'paytmasini hisoblaymiz. Ya'ni vodorod va ftor ionlarini konsentratsiyalar ko'paytmasini boshlang'ich modda, ya'ni ftarid kislotani konsentratsiyasiga bo'lishimiz kerak. Faqat shu yerda e'tibor berishimiz va tushunishimiz kerak bo'lgan holat, bu yerda qo'yishimiz kerak bo'lgan ftarid kislotani konsentratsiyasi ftarid kislotani boshlang'ich konsentratsiyasi bo'lishi kerak. Boshlang'ich. Demak, vodorod ftaridni boshlang'ich konsentratsiyasiga bo'lamiz. Qanaqa bo'ladi? Vodorod ionlar konsentratsiyasi 0,2 ko'paytirilgan, ftor ionlar konsentratsiyasi 0,2 taqsim. Biz o'zi muvozanat bo'yicha 0,8 ga erishimiz kerak aslida. Lekin muvozanatdan farqi hosil bo'lgan ionlar konsentratsiyalar ko'paytmasini elektrolitning boshlang'ich konsentratsiyasiga bo'linishi kerak. Boshlang'ich konsentratsiyasi 1 bo'lsak 0,04. Vergul surilib qo'yiladigan bo'lsa, ikkita vergul yoqqa suriladi. 4 ko'paygan 10 darajasida -2 ga to'g'ri keladi. Demak, 1 molarli ftarid eritmasining dissotsiyalanish darajasi 20% bo'lsa, uni dissotsiyalanish konstantasini toping. Dissotsiyalanish konstantasi demak 4 ko'paygan darajasi -2 ga teng. Demak, qoidaga keltirib chiqaradigan bo'lsak, bunda qoida nima bo'ladi? Demak, bu formulaning qoidasi qanaqa bo'ladi? Dissotsiyalanish konstantasi hosil bo'lgan ionlarning konsentratsiyalar ko'paytmasini boshlang'ich elektrolitning, ya'ni elektrolitning
boshlang'ich konsentratsiyasiga nisbati dissotsiyalanish konstantasi deyiladi. Ya'ni hosil yo'llar konsentratsiya ko'paytmasini elektrolitning boshlang'ich konsentratsiyasiga nisbati shu holatda hisoblanadi. Xo'p, endi dissotsiyalanish konstantasi shu. Endi biz har doim shu holatda hisoblashimiz kerak. Ya'ni har safar sistema qilib, qancha dissotsiyalanganini uni hisoblab yoki formulaga qo'yib, aynan shu ko'paytirib hisoblashimiz kerakmi? Yo'q. Bu qayerdan kelib chiqqanligi, ya'ni dissotsiyalanish konstantasini ta'rifi va qayerdan kelib chiqqanligi. Bizda Oswaldning suyultirish qonuni bor. Oswaldning suyultirish qonuni. Unga ko'ra dissotsiyalanish darajasi dissotsiyalanish konstantasining kvadrat ildiziga to'g'ri proporsional, elektrolitning molyar konsentratsiyasining kvadrat ildiziga keskin proporsional degan formula bor. Ya'ni formulasini yozadigan bo'lsak, alfa kvadrat, alfani bilamiz. Alfa bu dissotsiyalanish darajasi. Alfa kvadrat ko'pa teng kadis taqsim s molyar. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi? Alfa dissotsiyalanish darajasi, kadis dissotsiyalanish konstantasi, s molyar elektrolitning boshlang'ich molyar konsentratsiyasi. Faqat bu yerda bitta narsani hisobga olish kerak. Dissotsiyalanish darajasi har doim ulushda hisoblanadi. Mabodo bu yerda 20% berilyapti-ku. Bu yerda 20% qo'yilmaydi, 0.2 ga qo'yiladi. 80% berilsa 0.8, ulushga o'tib asosan. Yoki 40% bo'lsa 0.4. Xo'p, demak, har safar dissotsiyalanish konstantasiga oid savollar keladigan bo'lsa, bu holatda ishlashimiz shart emas. Dissotsiyalanish konstantasiga oid har qanaqa savolda yechimi shu formula bilan chiqadi. Tushunarli? Demak, buni biz yodlab qo'yishimiz kerak. Aynan ta'rifini yodlamasak ham alfa kvadrat teng kadis taqsim s molyar bo'ladi deb hisoblashimiz kerak. Endi bu misolimizni ikkinchi usuli bo'ladi ishlanishini. Formula bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, misolda o'qiymiz. Nima deyapti? 1 molyarli ftareksiya eritmasining dissotsiyalanish darajasi 20% bo'lsa, kadis toping. Nimalar bor bizda? 1 molyarli s molyar bor. 20% alfa bor, faqat ulushda 0.2 ga qo'yamiz. Kadis topishimiz kerak. Bu formuladan kadis topish formulasini yozib olamiz. Kadis topish uchun, ya'ni dissotsiyalanish konstantasini topish uchun tengdan keyin sonni mahraja ko'paytirishimiz kerakmidi? Formula bo'ladi alfa kvadrat ko'paytirilgan s molyar. Demak, nimani so'rasa keltirib chiqarib olaveramiz formulasini. Endi joy qo'yib qo'ysak bo'ldi. Alfa 20% ulushda qo'yamiz. 0.2 kvadrati ko'paytirilgan molyar konsentratsiyasi qancha? 1 molyarlik. Hisoblab qo'yadigan bo'lsak, 0.2 ning kvadrati degani 0.2 ni 0.2 ga ko'paytiryapmiz. 0.2 ni 0.2 ga ko'paytirsak 0.04, uni 1 ga ko'paytirsak 0.04. Virgul surib qo'yiladi ikkita oldinga 4 ko'paygan 10 darajasi minus 2. Mana. Qoidasi bo'yicha hisoblaganimiz ham 4 ko'paygan 10 darajasi minus 2. Oswald suyultirish qonuni bo'yicha hisoblasak ham 4 ko'paygan darajasi minus 2. Va bu formula bo'yicha hisoblash menimcha qulayroq. Biz ham o'quvchilarga shu formula bo'yicha hisoblashni maslahat beramiz. Chunki shu formula chiqadi. Ya'ni dissotsiyalanish konstantasiga oid savol berilsa, aynan shu formulasi ham chiqadi. Ya'ni shu paytgacha chiqqan, bundan keyin xudo xolasa aniq tushirsa bo'ladi. Xo'p. Demak, shu holat. Endi mabodo tushunarsiz holatlar bo'ladigan bo'lsa, videoni kommentariyasiga yoki o'sha lichkamizga aynan yozadigan bo'lsangiz, tushunchasiz nima deydi, tushunarsiz bo'lib qolgan holatlarni tushuntirib beramiz. Xo'p, endi misollarni ko'ramiz. Tayyorlagan testimizda aynan dissotsiyalanish konstantasiga oid savollar ham bor. Shundan bir ikkitasini ko'rib beramiz, qolganlarini o'zingizlar hisoblaysizlar. Xo'p, bizga beryapti. 17-misol. Formula bo'yicha hisoblaymiz. 2 molyarli kislota eritmasining dissotsiyalanish darajasi 4%. Ya'ni kislotaning 4% dissotsiyalangan bo'lsa, dissotsiyalanish konstantasini toping. Demak, kislotaning molyar konsentratsiyasi berilgan. Molyar berilganimizda 4% dissotsiyalandi, alfa berilgan. Kadis toplashimiz kerak. Kadis topish uchun formulani o'zgartirsak,
alfa kvadrat ko'paytirilgan s malyar bo'ladi. Hisoblaymiz. Alfani 4% deyapti misolda. Bu test tashlab qo'yamiz. 4%. Ulushdan hisoblaydigan bo'lsak 0,04 n kvadrati bo'ladi formula bo'yicha. Ko'paytirilgan malyar konsentratsiyamiz 2. Hisoblaydigan bo'lsak 0,04 ni 0,04 ga ko'paytirsak, ya'ni 0,04 ni kvadratini hisoblasak 0,0016 ko'paytirilgan 2 hisoblasak 0,0032, ya'ni 0,10 mingdan 32. Virgul suriladigan bo'lsa 1, 2, 3 ta virgul suraylik. 3,2 ko'paygan 10 darajasida -3. Juda ham oson. Dissonans konsentratsiyasi bo'yicha savol tushadigan bo'lsa, asli imtihonlar tushadigan bo'lsa, xursand bo'laveradigan holat, chunki nimaga? Yechimi aniq, bitta dona formula bilan hisoblasa bo'ladi, bemalol. Yo'q, aytamiz. Bizga aytilsin 21-misolni hisoblaylik. 21-misol. Aytyapti. Dissonans darajasi 2%, alfa bor bizda. Dissonans darajasi. Bo'lgan H anion tarkibli kislotaning malyar konsentratsiyasini toping. Dissonans darajasi bor, malyar topishimiz kerak. Hni kadisni berib qo'ygan, 2 ko'paytirilgan 10 darajasida -2. Xo'p, demak hisoblaymiz. Malyar topishimiz kerak ekan bu formulamizda. Formula keltirib chiqaramiz. Malyarni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsa, alfa kvadrat pastga tushadi. Ya'ni nima bo'ladi? Kadis taqsim alfani kvadrati degan formula ko'rdik. Dissonans konsentratsiyasi 2 ko'paygan darajasi -2. Virgul surib yozamiz 0,02 taqsim dissonans darajasini berib qo'yganmiz. Dissonans darajasi 2%. Lekin biz bu yerda formulada foiz qo'ymaymiz dedik. Formula bo'yicha biz ulush hisoblashimiz kerak. Nima bo'ladi? 2% bo'lsa 0,02 ni kvadratiga to'g'ri keladi. Teng hisoblashimiz kerak. Bu qisqarib ketadi. Qisqartirib olsak, bu darajasi yo'qolib ketadi. 1 taqsim 0,02 bo'lib qoladi. Hisoblasak 50. Biz nima topayotgandik? Kislotani malyar konsentratsiyasini. Demak, kislotani malyar konsentratsiyasi qancha bo'ladi? 50 malyardek bo'lgan. Va hokazo misollar tashlangan yana bemalol qolganlarini ham hisoblab bilimingizlarni oshirib olishingiz mumkin. Mabodo to'xtab turamiz. Mabodo tushunarsiz holatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozaverasizlar. Profilimizni, lichkamizni qoldiramiz. Tushunarsiz holatlar bo'lsa yoki misollar istaganingizda mabodo tushunarsiz holatlar bo'lsa hisoblab beramiz. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Endi yana bitta narsa tushuntiradigan holat bor. Bu narsani dissonans darajasiga bog'lab aytamiz. Dissonans darajasiga ta'sir etuvchi omillar bor. Dissonans darajasiga ta'sir etuvchi omillar. Birinchisi, hop, konsentratsiya. Konsentratsiya S bilan belgilaylik. Ya'ni konsentratsiya bilan alfani bog'liqligi degani. Bilib olamiz. Konsentratsiya ortsa, bu qoida bu. Dissonans darajasi kamayadi. Ya'ni konsentratsiya dissonans darajasiga qanday ta'sir qiladi? Konsentratsiya ortsa, dissonans darajasi kamayadi. Endi nimaga degan savol bo'lib qolishi mumkin? Ertani konsentratsiyasi ortsa, tuz molekulalari suv molekulalariga nisbatan ko'payadi. Tuz molekulari ko'payadi. Natijada gidratlanish va ionlarga ajralish jarayonlari kamayib ketadi. Shuni hisobiga dissonans darajasi kamayadi yoki konsentratsiya bilan dissonans darajasi bir-biriga teskari yuradi. Yana bitta omil harorat. Harorat bilan dissonans darajasi qanday ta'sir qiladi? Harorat ortsa, dissonans darajasi ortadi. Endi bu tushunarsiz holat emas. Harorat ortsa o'zi har qanaqangi kimyoviy jarayonlar tezlashadi, juda ko'pchiligi. Harorat ortsa dissonans darajasi ortadi. Hisob qilamiz. Undan tashqari dissonans darajasi, ya'ni ikkita narsaga bog'liq. Bittasi erituvchining tabiatiga, ya'ni qutbli qutbsizligiga, ikkinchisi irigan moddaning, ya'ni elektrolitning tabiatiga ham bog'liq. Chunki ion bog'lik darajasi qanchalik ortgan sari, ya'ni qutubliligi qanchalik ortgan sari, moddalarda ham ionlarga ajralishi ortadi. Shuning uchun dissonans darajasi to'rtta narsaga bog'liq deymiz.
konsentratsiyaga ortsa dissotsiatsiya darajasi kamayadi, haroratga ortsa dissotsiatsiya darajasi ortadi, undan tashqari erituvchi va erigan modda tabiatiga bog'liq bo'ladi. Demak, mavzu shu. Aytyapmiz, mabodo tushunarsiz holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar Telegram orqali, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Shu.